Siz o'zingizda misol uchun ish jarayonida eng ko'p sodir bo'ladigan insonlar qiladigan xatolar qanaqa? Ya'ni juda ham elementarniy xato, lekin mana shu elementarniy qiladigan odatiy ularni qiladigan ishi tishdagi bo'ladigan muammolarga olib keladi. Sabablari ko'p bo'lishi mumkin. Uni misol uchun tamaki mahsulotlari ko'p chekishi mumkin. To'g'ri yuvishni bajarmasligi mumkin. Uni ham shotkani qanaqa foydalanishni bilish kerak-ku. Yaxshi tozalamaslikdan tish toshlari yig'ilib, tish yo'qotishga sabab bo'ladi. Yoki yo'ldosh kasalliklar bo'lishi mumkin. Ichish kasalliklar, misol uchun sahrin diabetda yoki boshqa kasalliklarda ham tishlar yo'qotilishi mumkin. Ba'zi kuzatuvchilarimizning orasida baribir tishi bilan muammosi bo'lgan juda odamlar ko'radi bizani, xudo xolasa bilamiz bu narsani. Ularga qanaqa maslahat berarsiz? Kundalik tarzda, kundalik hayotda o'sha narsaga rioya qilsa, tishi bilan xudo xolasa muammo bo'lmaydi. Tish bilan muammo bo'lmasligi uchun avvalambor har 6 oyda stomatolog ko'rigiga borib turishni tavsiya qilaman. Keyin tishda albatta 2 mahal yuvib turish kerak. Ertalab ovqatdan keyin, kechki ovqatdan keyin yuvib turish kerak bo'ladi. Tishlarni yaxshilab tozalab, keyin shu vitamin D bilan kalsiylarni ham qonda analizlarini tekshirib turish kerak, normada ushlab turish kerak.